Tezkor jiddiy xabar. O'zbekistonda 29-martdan dollar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Magnitli bilaguzukni siz xarid qildingizmi? Magnitli bilaguzuklar inson organizmi uchun qanchalik foydali ekanligini bilasizmi? Agar bu haqida bilganingizda avvalroq shuni xarid qilgan bo'lardingiz. Agar bilmagan bo'lsangiz, hoziroq xarid qilishni istasangiz, kommentariya va opisiyaniyadagi silka ustiga bosing. Hech kimning yordamisiz magnitli bilaguzugingizni o'zingiz buyurtma qiling. Mahsulotimizning narxi 40 ming so'm. Yetkazib berish xizmati mavjud. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 29-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, Rossiya rubli 38 so'mga balandlab 154,55 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 28,40 so'mga ko'tarilib, 13,937,20 so'm qilib belgilandi. Dollarning rasmiy kursi 23,97 so'mga ko'tarildi va 12,937,16 so'mni tashkil qildi, deyiladi xabarda.